Amerikada o'zbekistonlik talaba ommaviy otishma qurboni bo'ldi. 13 dekabr shanba kuni taxminan kechki soat 4lar atrofida Rhode-Island shtatida joylashgan Brown universitetining binolaridan birida ommaviy otishma sodir bo'lgan. O'sha vaqtda binodagi talabalar iqtisodiyot fanidan yakuniy imtihon topshirish jarayonida bo'lishgani aytiladi. Otishma oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, 9 kishi jarohatlanib kasalxonaga joylashtirilgan va yana bir necha kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Afsuski, bugun tarqalgan xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlardan biri asli o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqov bo'lgan. Yaqinlariga ko'ra, u endigina 20 yoshda bo'lib, bakalavr bosqichida o'qiyotgan va neyroxirurg bo'lish tomon intilayotgani aytilgan. Holatga aloqador sifatida bir shaxs qo'lga olingan, ammo uning shaxsi va otishmani sodir etishdan maqsadiga hozircha aniqlik kiritilmagan. Xabarda u Brown universiteti talabasi emasligi aytib o'tilgan xolos. Voqea joyiga yuzlab politsiya, tez yordam va federal agentlar yetib kelgani, xavfsiz hududlar tashkil etilgani, universitet tomonidan qolgan dars va imtihonlar bekor qilingani aytilgan. Amerikada Muhammad Azizning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash uchun xayriya tashkil etilgan bo'lib, qo'llab-quvvatlashni istaganlar bemalol ehson qilishlari mumkin. Muhammad Azizning yaqinlariga hamdardlik bildirib, do'stimizning joylari jannatdan bo'lishini duo qilib qolamiz. Albatta biz Allohnikimiz va albatta unga qaytguvchimiz.